Bir qo'li bilan beshikni, bir qo'li bilan dunyoni tebratgan bu ayol. Ayol bu mehribon ona, suyukli yor, g'amxo'r opa, singil, jonkuyar ustozdir. Men Tajbayeva Feruza Ibrahimjonovna, oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman. Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Bir necha yillardan buyon Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi 27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ona tili va adabiyot fanidan dars berib kelmoqdaman. Har bir dars men uchun bir san'at asaridir. Har doim darslarimni noan'anaviy tarzda o'tishga, o'quvchilarni fanimga qiziqtirishga, ularning faolligini oshirishga harakat qilib kelmoqdaman. Bo'sh vaqt topdim degunimcha ijod xonasiga yuguraman. U yerda o'quvchilarim bilan badiiy tadbirlarga, kitobxonlik tanlovlariga tayyorgarlik jarayonlari bilan shug'ullanaman. Chunki o'quvchilarimning tanlovlarda eng munosib o'rinlar sohibi bo'lishi yagona istagimdir. Kitob yolg'iz qolganimda eng ishonchli va sodiq hamrohimdir. U bilan suhbatlashib orom olaman. Musiqa ham jonu dilim, ayniqsa ashula aytish menga zavq bag'ishlaydi. Iqtidorli o'quvchilarimdan iborat jamoam bilan maktabimiz, hududimiz va tumanimizda o'tkazilgan tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqdamiz. Maktabimizda raqsga ishtiyoqi baland o'quvchilarimiz ham talaygina. Ularning chiqishlari faxrlanaman.